Yana Pirvaldamiz Labo mashinasiga Spark 1.5 Porsche qo'yib bergandu. Kecha o'sha 2000 ta lak yig'sa qo'yamiz degandu. Ko'pchilikdan har xil fikr bildirishdi. Lekin bizga obunachilarimiz fikrlari muhim. Biz videosini qo'yib beramiz. Mayli, ketdik. Ketdi, chiqing mashinaga. Test drive boshladi. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Hozir 4 turinchi skorostda уже 80. Like bo'lsa, podpishka qilib turasizlar, kommentariyada ham o'z fikringizni qoldirasizlar, bizga muhim. Sigar rasxotingizga achinasizmi, achinmaysizmi? Yo'q, achinmayman. Biz yuk bilan yurasiz, Pirval effekt bilindimi? Bilindi aka. 100 ga. 100 da ketyapmiz, 100. Bu realni hech qanaqa montajimiz mana Pirval, mana Diyorbek birgalikda ketyapmiz, okalar. Sizlar so'radinglar, biz mana natijasini qo'yib berdik. Yana 2-3 ta damaslarimiz bor. Injektorsiz motor bultka Spark Porsche'li. Obuna bo'lib, like bosib, damas bor yaqinlarga jo'natib turasizlar. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun.